Assalomu alaykum o'rtoqlar, yaxshimisizlar? Bugun men Chinni bozoriga keldim. Aylanib. Bugun jahon chempionati bo'lyapti. Men o'zi futbolga ham qiziqmayman, lekin ertalabdan hamma balet qilgan, internetda shov. Ну ладно, nima deymiz endi. Keyingi o'yinlarda yutsin. Biz endi sekin men bozorchaga kirib aylanamiz. Tomoshani boshladim. Menga tomosha bo'lsa bo'ladi. Aylanib ko'rib maza qilaman. Ana kuni olgan setam bo'lmadi. Teshuvchasi yiriroq ekan. Nech pul dedingiz mana buni? Kattarog'ini? Bitta mana maydaligidan olib olishim kerak. Tishi yirik ekanda unga bo'lmaydi. Mana bunaqa bo'lsa yaxshi. Nech pulga berasiz? Bo'lishi 20 ming ekan. Mam nech pul ekan? 120 ming so'm ekan. Chiroyli narsalarni ko'rsam odim kelaveradi. Risolatchi mashinaga o'xshagan podarka qilgan chiroyli. Lay, Shuapida havosim keladi har borganimda. ularga ham yoqdi. Shirin ekan. Знаменитый qoshiqlar. O'tda ham bor ekan o'rsvoylan qoshig'i. Chiroyligan savatlan. Olgim keladi mana shirin narsalarni. Kerak emas-da. Dekorga yotadi. Mana shu ham yaxshi magazin. Bolaga shancha. Siz ham bilib turibsiz. Ro'zini olib qolmoqchisiz. Chiroyli, yaxshi ekan-da narsalar. Paka shu sita bormi sizda? Sitalar var tepadan. Aha. Nech puldan ekan? Narxi o'ziga. Qarang. 388 mingdan otilgan. Mama. 100 ming, bu yerda navbari 650. 650 mingdan. 388 mingdan. 650 ming. 80 mingga, lekin mana bu ham Mixda Belgiyadan keladi. 80 mingga qimmatroq ekan. Pichoqlaringiz ham yaxshi ekan. Shola Braziliyadan keladi. Tramontin, Samatoshka pichoqlar. Nech pul ekan bu? 200 ming. Bu oddiy chaqli bo'lmaydi, mana. Farqi yo'q. Hozir o'zim mamlakat chaqlar bor. 200 ming. Bunaqa bor menda ham. Ishlar chaqlar bor. Bir tomon Yaxshi chaqlamas ekan-da. Yo'q, yaxshi. Yaxshi chaqlaydi. Yaxshi ekan narsalaringiz. Hozir yana ko'ramiz. Shu ham yaxshi magazin. Narsalar qimmatroq, yaxshi kachitvalar. Karto'la, sochlar oldim bulardan. Nasıl chiroyli idishlar bor ekan. Bular donalab ham sotiladimi? Mana bular nech pul? Pochkalab sotiladimi faqat? Pochkasi nech pul? Shunda nech puldan tushadi? Yaxshi chiroyli ekan.
Kafe restoranligi. Shu qilarkan deb Optimdan. Xo'sh, bozordan ishim bitdi. Endi ketdik, uyga borib ko'rsataman. O'rtoqlama kelib oldim bozordan. Nimalar oldim? Aytdim-ku, o'zi 4 tagina narsa tushirdim. Mana buni oldim. Salat qiladigan, xamir qilsa ham bo'ladi, qop-qoli. Eronniki. Juda ham udobni, zo'r narsa ekan. 100 mingga buni oldim. Keyin sita. Oldingi safargi sitani anaqasi oldin safar olgan edim sita. Men bu hozir buni chayib oldim. Mayda ekan esa. Oldingi safar olganim yiriroq ekan. Buni oldim 50 mingga. Baquvvat, yaxshisi. 100 mililari ham bor ekan. Sitani 100 mingga oladim. Keyin yana nima oldim? Pichoq oldim. Bu oddiy pichoq. 300 dollarlik pichoqlarim ham bor. Alishir olib bergan naborlari, lekin kosada chaqilib bo'lmaydi. Shuning uchun menga biz aytdilar, unaqa oddiy pichoq kerak bo'ladi. Shuning uchun buni oldim. Laganlarni, talinkalarni orqasida, pelalarni orqasida chaqilib ishlatishimga. Keyin shotka. Shotka men juda ko'p olaman. Mana yaqinda olganim men buni birak уже musorga tashlayman. Yana oldim men buni. Yaxshi ekan. Bu 15 ming. Keyin buni oldim yana. Menda ikkita bor. Lopata ham rosa ko'p ishlataman. Mana ikkita bor, buni ham уже musorga tashlayman. Tez yomon bo'ladi-da. Buni oldim. 15 mingga berdim. Adashmasam 20 ming dedi. Keyin yana nima oldim? Anaqam sinib qoldi. Taxtakachim. Taxtakachim sindi. Boshqa taxtakach oldim. O'zimga juda ham udobni edi. Juda ham udobni edi. Men bir narsaga o'rgansam, yangi narsa olishim rosa qiyin. Noiloj keyin mashina oldim. Billi bu yaxshi firmaniki. 220 mingga oldimmi? 220 mingga oldim. Shu покупкаларым shundan iborat. O'rtoqlar. Shu 4 tagina narsaga tushdim. Zato maza qilib aylanib, yengilliklarni ko'rib chiqdim. Voy, eng главный narsani ko'rsatmayman. O'zi nima uchun borganim? Lagancha. Mashlagan uchun bordim. Oshli suzishga zo'rda. Mashlaganni ham oldim. 70 ming. Donasi 70 ming ekan. Вообще chiroyli. Rosa yoqdi o'zimga. Bo'ldi, tugadi.